Assalomu alaykum. Bugungi videoda juda ham mazali chiqadigan Isabella salatini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishga salat bargini ingichkaroq qilib to'g'rab solamiz. Keyin bizga ozgina suxarik non kerak bo'ladi. Ikkita qaynatib pishirilgan tuxumni ham kattaroq bo'laklarga bo'lib qo'shamiz. Tovuq go'shtini ham xohlagan joyini pishirib solsa bo'ladi. Uni ham kattaroq bo'laklarda bo'lib solinadi. Keyin bodring shunaqa ko'rinishda to'g'rab qo'shamiz. Sir yoki brinzani maydaroq qilib to'g'rab qo'shamiz uni ham. Tabga qarab ozgina tuz qo'shiladi va mayonez solib, hammasi yaxshilab aralashtiriladi. Bu salatni aralashtirib dasturxonga darrov tortsa bo'ladi. Oldindan tayyorlab olib qo'yish tavsiya qilinmaydi. Hammaga yoqimli ishtaha. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.